islom ilmlari faqatgina kitobdan olinmaydi o'zi asli. Ustozlar huzurida ulardan ruhiy tarbiya bilan olinadi. Ruh bilan ko'chadi. Mana shu narsani, demak, hech bo'lmasa ulamolarning huzurida suhbat olish, ulardan bir nasihat eshitish tarzida siz bilan biz hech yo'q, mana shu tarzda farzandlarimizga bir, demak, shu vahiy ozuqasini yetib borishiga zamin yaratishimiz mumkin masalan. Ikkinchisi kitoblar. Kitoblar ham hech bo'lmasa masalan ilohiy Qur'on, hadis bu odamlar o'ylagandek mutafakkir deyap emas, bu vahiy bu. Bu vahiyni o'ziga yarasha, demak, zalvori bor, o'ziga yarasha buni, demak, ziyosi bor. Hech bo'lmasa kitoblar orqali mana shu ziyodan farzandlarni tarbiya qilishda foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun biz oldingi kattalarimizning xonadonlarida deyarli hamma xonadonda bo'lar edi. Men yosh kattalarga aytsam tasdiqlaydi doim. Kitobxonlik. Har kuni oila davrasida kitobxonlik. 4 sahifa, 5 sahifa, 10 sahifa uzoq. Har kuni yoki ora kunda oralatib, har kuni 10-15 daqiqa kitobxonlik bo'lsin uyda. Tarbiya tamom boshqacha bo'ladi. Siz tajriba qilib ko'ring. Darhol o'zgaradi. Endi agar ustoz, mutaxassisdan suhbat olinsa albatta zo'r. Endi unga har kim ham har doim imkon topa olmaydi. Lekin xonadonda kitob o'qisak bo'ladi. Hozir alhamdulillah kitoblar yaxshi, ko'p. Bittadan kitobni tanlab, masalan, odoblar xazinasi Imom Buxoriyning kitoblari. Bittadan o'rganib, endi kattalar yaxshiroq fahmlaydi. Tushunganingizcha tushuntirib bering. Suyuqda tayammum endi bu. Asli suv ustoz. Tayammum suyuqda. Har kuni ora kunda siz agar kitobxonlik soatini joriy qilsangiz uyingizda, mana bu narsa juda katta sizga, demak, yordam beradi hozir siz aytayotgan muammolarda. Uyda yaxshi tarbiya, axloq, odob, ilm bo'lsa, ko'chaga chiqqanda ko'chaga ta'sir qiladi, ko'chadan ta'sirlanmaydi.